O'zbekistonning eng yulduzli futbolchilari qanday mashinalarda yurishini va ularning narxi qancha ekanligini bilasizmi? Ularning narxini eshitib hayratda qolishingiz aniq. Agar bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring va videoga bir dona like bosib qo'ying. 3-o'rinda Eldor Shomurodov. Terma jamoamiz sardori ishonchli va kuchli Toyota Land Cruiser 300 avtomobilini afzal ko'radi. U hatto otasiga ham aynan shunday yo'l tanlama sovg'a qilgan. O'zbekiston bozorida bu dahshatli mashinaning narxi o'rtacha 80 mingdan 130 ming dollargacha, ya'ni 1,5 milliard so'mgacha boradi. 2-o'rinda Abbosbek Fayzullayev. Yosh va iqtidorli yulduzimizning tanlovi nemis klassikasi bo'lgan BMW. Ijtimoiy tarmoqlarda u ko'pincha BMW X5 kabi kuchli crossoverlar bilan ko'rinish beradi. Bu mashinaning narxi komplektatsiyasiga qarab 80 mingdan 160 ming dollargacha, ya'ni qariyb 2 milliard so'mni tashkil qiladi. Va nihoyat 1-o'rinda Abduqodir Husanov. Manchester Cityning yangi yulduziga yaqindagina qora rangdagi haqiqiy yirtqich Mercedes-Benz G-Class, ya'ni G63 sovg'a qilishgan. Uning narxi o'rtacha 300-340 ming dollarni tashkil etadi. O'zbekiston so'mida esa bu raqam 4 milliard so'mdan oshib ketadi. Sizningcha o'zingizda shuncha pul bo'lganda bu mashinalardan qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Aytgancha, yaqinda bo'lib o'tadigan o'yinlarni qotishlarsiz tomosha qilishni xohlasangiz, BV Sport Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.